Akalar, bu videoda Damas'ı bor yoki Dalabos bor akalarga hozirdan jo'natib qo'yasizlar, chunki propan qo'ydirgani ko'pchilik o'ylanyapti ekan, hidi chiqib qoladi, ularga baprasta qo'ygandan keyin degan gap bolalar ko'p bo'lyapti ekan. Gaz Pro servisga olib kelsangiz, hatto mana bunaqa qilib propan qo'yilganini ham bilinmaydigan qilib sizlarga ishlaydi, chiroyli hamda sifatli, eng asosiysi garantiyali qilib yetkazib beramiz. Shu turishda hozir mashinada baloni qo'yilgan propandagi yaqinroq boraman. Ko'ryapsizlarmi? Yana ham yaqinroq kelgandan keyin sizlarga ko'rinishni boshlaydi. Mashinamiz 40 talik balon bilan ta'minlangan, turetskiy zapravочныйlarni ham ko'rinmaydigan qilib qo'yib berganmiz. Balonni, ya'ni tepa qismini motor kuzovni shumizatsiyalar ham qilib berganmiz. Mashinani o'ziga xos ravishda Euro 2 ga to'liq javob beradigan qilib, turetskiy zapchastlar bilan qo'yib berganmiz. Atiker firmasiga tegishli balon va Atiker firmasiga tegishli magnetik klapan hamda 301 o'ziga xos ключаtlari bilan. Nima uchun bu 3 talik tochka? Biri benzinga, biri gazga, o'rtasi bo'lsa neytralga. Ular kalibratorli motor bo'lganligi uchun o'rtasiga qo'yib olib, benzinni gazga olayotganda neytralkadagi benzinni yoqib olishligi uchun 3 talik ключатr qo'yishligi shart 301. Endi mashinani yurgizamiz. Mashina gazga yurgizgan holatda. Soatda yurdi ko'ryapsizlar, ya'ni yarimtaga chig'illatasizlar mashinada, xohlasa muammosiz gazga yuradi. Va eng asosiy masala akalar, hidi chiqmasligi. Ko'rib turganlaringiz mashinamiz yangi holatda. Aka bizni obunachalarimizdan ekan. Akaga ishini chiroyli qilib, hamda sifatli qilib, original zapchastlar bilan garantiyali qilib bitkizib berdik. Endi bo'lsa, bu xolasi inshaalloh gazga quyib keldi, ketsa ham bo'larogan sharoitda. Buni eng qizig'i asosiy akalar, mana bunaqa datchiklar bilan birga qo'yib berganmiz. Bu xolasa qo'yib bergan datchimiz 80% gacha bemalol ishlaydigan bo'ladi. Shuning uchun o'ylanmasdan Damas minadigan, labolo minadigan akalar Gazproga tashrif buyurib, qo'yilgan zapchastlarning original garantiyasini hamda eng asosiysi hidini chiqmasligini garantiyasini olib, bemalol ishinglarni bitkazib ketsanglar bo'ladi. Quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol xizmatlarimizdan foydalansanglar bo'ladi. Bizning manzilimiz akalar, ko'p eslatib o'taman. Buni ham ko'p so'raladigan mavzu. Bizning manzil Asaka Andijon yo'nalishida, Gulshan yangi yo'lida, Mirzo Foto 2 ro'parasida Gulshanda. Yana ham osonrog'i, shuni Yandexga Gazpro qilib shu yerga chiqarib qo'yaman. Gazpro deydigan bo'lsanglar, Yandex kartada ham, Google kartada ham bizning manzil kelib chiqadi. Sizlarga orientirovkani ko'rsataman. Mana bu Mirzo Foto 2 ning ro'parasi. Mirzo Foto bu kelin-kuyov rasmga tushadigan joy. Shuni ikkinchi filialining ro'parasida Gazpro servis. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Bu tomonimiz Andijondan kelish, bu tomon Asakaga ketish yo'li. Bu tomondan keladigan bo'lsangiz chap qo'lingizga keladi, Andijondan keladigan bo'lsa o'ng qo'lingizda. Gazpro servisga tashrif buyurib, xizmatlarimizdan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Sizlarga Gazpro servisni kutib qolamiz.